Tezkor xabar, barcha ogoh bo'lsin. Muzqaymoq sevib iste'mol qiladiganlar diqqatiga. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Tailandda turist xarid qilgan muzqaymoq ichidan ilon chiqdi. Albatta ilon muzlab o'lib qolgan, biroq u bus-butun bo'lgan. Rebul Natrenburg ismli sayyoh ko'chadagi do'konlardan birida muzqaymoq xarid qilgan va muzqaymoqning qog'oz qoplanmasini ochgan. Uning ichida muzlab qolgan ilon borligini ko'radi. Yashil rangli bus-butun ilondan xaridor va sotuvchi ham dahshatga tushadi. Turist darhol buni suratga olib, barchaga tarqatadi. Taxminlarga ko'ra, muzqaymoq ichida qotib qolgan sudraluvchi zaharsiz tilla rangli yog'och iloni bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz.